Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemize kulak salın. Leksiye de sınav ayırıyoruz. Şanghay'da namayış 6. günüge kadem koydu. Şehirlik hükümet aldıda namayış kılış to'sqinlik ko'pchirdi. Yanıla şundak ahvoldi, yanıla 30 ming odam namoyish qildi mavzuda xabar. 6. ayning 28. kuni Washington betida e'lon qilindi. Bugün yana qaraymizki, hozir mana Washington betida suratli xabar turibdi. Shanxaydagi namoyishni hozir saqchilarning haddidan ziyoda kuch ishlatayotganligini, shundaqla namoyishchilarning hargiz chekinmay namoyish qilayotganligini xabar qilyapti. Namoyish bugün Shanxayda 6. kuni qadam qo'ydi. Hükümet binası aldığı yetip kelgen namoyish qilish atirtiyaka namoyishchilar cheklimga uchirdi. Bir necha ming soqchini maydonga chiqarib, hükümet nurg'un kishilarni qo'lga oldi. Shanxay, Jinshan rayonida qatnash to'silib ketdi. To'g'ri betlarni boshqarish kuchaytirildi. Lekin bu kecha yana 30 ming nafar shahar xalqi davomli namoyish qildi. 6. ayning 27. kuni kaç saat 6'dan başlap namoyishchilarning harakat yo'nalishini bilib qolgan Shanxay shaharlik hukumat necha ming soqchini ko'chaga chiqarib, maydonga chiqarib, atrofda to'siq qurib, shahar xalqining ko'chaga chiqishini to'sib oldi, chekladi. Bog'chalarni va magazinlarga, binolar kiradigan yo'llarni to'sib oldi. Avtobusga chiqishchilarning salohiyat genişkisini tekshirishga boshladi. Zor bir turkum xalq ko'chalardan uylarga qaytarildi. Yarasi poyezd yo'li qatnashdan to'xtatildi. Maydonda menib yurgan yoshlar tutilib, soqchi mashinasiga tashlandi. To'rga chiqqanlar unda ko'rsatdiki, bizning Jinshan rayonida hozir erkinligimiz butun qamal qilindi tugul. To'r betlarimizda qalaymiqonlashtirilibdi. Biz ümidsizlendik. Şundaq bo'lsin, kurash qilmoqdan boshqa chora yo'q. Bu ish Jungoning bir shahrida, bir hukumat shahar, bir hukumat ya'ni bir shaharlik hukumatning qilayotgan ishlaridir. Bir qism namoyishchilar Shanxay shaharlik hukumat binosining oldidagi maydonga to'plandi. Soqchilar bu namoyishchilarni tutib ketdi. Naq maydonda urib yiqitdi. Hatto eg'ir ayollarni urib yiqitdi. Qo'lga oldi. Namoyishga majburlar qaytishga majbur edi. Qo'lga olinganlarning bir qismi shu kuni kechada qo'yib berildi. Bir tarafdan qo'lga olingan, bir tarafdan qo'yib berildi. Qo'l telefon, yan boshqa barliq uchur vositalari qamal qilindi. Tutilgan namoyishchilar soqchining mashinasidan vaqirab qutqizinglar dedi. Bir nafar eg'ir ayol urib yiqildi. Yana bir nafarning yurak kasali qo'zg'alib yiqildi. Odamlar soqchilarning toyiq bilan kayni-kaynidan yiqildi. Gapimiz kelayli. 25 yıldan beri temtas bulup ketken bu şehir, Shanxay şehri, bugün namoyish bilan qo'zg'aldi. Jungo jamiyatining g'oliri deydi. Hasad tug'oliri, hasratlari, dard talab arzulari, yashash istakleri, qandoq yashashni tanlab olish huquqi. Bugün Shanxay shahar xalqning namoyishi orqali portlab chiqdi. Her qandaq namoyish bir-biriga o'xshab qolishi mumkin. Namoyish o'xshaydi bir jihatdan, har qandaq namoyish bir-biriga o'xshab qolishi mumkin. Biroq shaharning nopozida farq bor. Jungo hukumati Beijing, Shanxay, Urumchi, Lhasa qatorli shaharlarda namoyish ko'tarilishini hargiz xohlamaydi. Bu shaharlar Jungo uchun siyosiy jihatda intayin sezgir shaharlar. Mana shundan qatorida bugun Shanxay xalqi elib berayotgan namoyish 6. kuniga qadam qo'ydi.